Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning yuztuvan hijiljon do'stlaringiz bayon. Sizlar 4 ko'z bilan kutib atgan Bahubalining 2-bölümü oxiri yetib keldi. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, ko'zi cho'ng, kallasi to'ng bo'lgan Poliko'z qinoni bilan og'zini yummaydigan kumpisi bor kelinning birlikda bechara bolani o'lim girdoviga opirib qo'yganning hikoyasi. Hikoyamiz davomliq Bahubalining 1-bölümiga davomlashtirib so'zlandi. Agar ilgirki qismini ko'rmaganlar bo'lsa, hozir salondan va yoki Moshid Dovindan ko'rsanglar bo'ladi. Durust. Hikoyamizga qaytib kelaylik. Bu to'ngilakda ko'z bor, pichoqda so'z bor xotin Hindiston podshohligining xon validasi Poliko'z xon edi. Mana bugun qo'y go'sht yeb zerikkan bu xotin o'tan kavobda pil pishiraman deb beshig'i kuldonni qo'yib dog'dom qadamlar bilan ziyofatga menyotdi. Xotin laz shovidir. To'satdan bizning qahramon Bahubali ishni bir tip ichib o'zining yeshig'i tayyorlab qo'ygan kavobdonsini so'rab ochqidi. Hamda g'o'dug'il qilayotgan xalqlarga Xeyrindaşlar, men uzun yil kavobchilik qilgan 38 xil kavob chiqarishni bilaman. Hil kavobiga ziri qasi qattiq moslashidi, ovoz ziri chachimiz, andin dassaymiz. Bu umoq pulga o'zining surlangan go'shtlari tetib ketib, xush bo'lib ketadi. Bahubali yulg'un kavobdan gangvar kavob yaxshi deb, ko'nichi kavob berish uslubiga xotim berish uchun burunqi kavob iloyi Mehmet Burutning haykalini ko'ydirib tashlaydi. Amaliyotda Poliko'z xon musha harakatlari orqali xalq omonlik tilayotadi. Onasining xalq uchun uzun safarlarni besib, og'rib ketgan putlarni ko'rgan Bahubali, "Jafo chekdim, ona, putlaring og'rib ketgan-du" deb, onasining shishib ketgan putlarini beshiga yostiq qilib yetib oladi. Mana nima degan kuyimjon Bahubali bu? Otun kavab qilarmish dexe. Kav menjin g'iytamda. Tüfi! Og'zining ustiga ishkital kuyib ketgan to'g'u pochig'ini esib olgan, chechini chavran qilib olgan, butun to'ylig'ini bo'yniga esib olgan bu Kasaya o'g'ir chiroy qiyri Bala divaning o'z dadisi, Hindiston xonadonligi Meyipla jamiyatining faxriy raisi Jaladiva apandim bo'lib, o'zining ham o'g'lining podshohlik taxtiga o'ltiranmaganligidan qattiq shang-shing bo'lib, aroq ichib, kayfning ichiga cho'kib ketgan edi. Bahubali taxt varisi bo'lib tayinlangandan keyin o'zining ayoli va Baladivaning onasi davlat xon validasi Poliko'z xonni qaslamoqchi bo'ladi. O'sha opang degan bir nimani bo'ynini siqib o'ttirib o'tgan ketdi. Lekin men opangdan qo'rqayman-da. Endi qo'rqaymanmi emas, hurmat qilaman. Shunga sen opangning orzuliq o'g'li men bir jaboda emitib cho'ng qilgan yurak parisi bo'lgandan keyin Salli o'ttirib o'tamsa ya. Voyda-da. Avayla. Ma opamning amroq qochilarini chiqib o'tib qolma. Deb qopsa, o'ng qo'limda dangal chalma, cho'rikingni chiqib o'taman. Siz xon validning yomon gapini qilganda qildingiz-a? Xotin yasson, xon validi yasson. Bir kuni Bahubali onasidan ruxsat so'rab, yangidan yezib atgan Bahubali qiz bola keltirish qo'llanmasiga material to'plash uchun boshqa ellarni kezib kelmoqchi bo'ladi. Balam, safarga chiqyapsa, sirtning qizlari bek yomon. Diqqat qilji-mu balam. Mahallimizda sen chachirmagan qizlar qolmadi. Ular seni hozir Bahubotqaq deydigan bo'lyapti. Unda qilaversang, o'g'in chatroq deb noming chiqib ketmasin. Shunga eng yaxshisi Katappani evol. Validam to'g'ri deydi shahzoda. Nima qilaman apa bu tazni? Shahzodam to'g'ri deydi valida. Saz yigitning do'sti taz yigit deb anglamaganmi? Validam to'g'ri deydi shahzoda. Bo'ladi ana. Validam davrdi shahzodam. Shingning bordi go'sha debdiki. Oldimizda yo'yongchi bor. Ashada to'shaq qizlar bor deydi. Shuyak bir o'tib kelmamdiq. Oqilchakning suvi bo'ldi-ku. Bir qapas ichib deyli. To'satdan suvning ustiga bir tup yovshan bo'lib ketgan jangshifillar chiqib qoladi. Voy, bu yer to'shaq so'ngrin to'lgan-ku. Bu zodini bo'lib ketdi. Ansirab ketmoq shahzodam. Bular yandan bayanning filmlarining haqsiz chiqishini saqlab yotganlar. Yana bir tarafda xon validi Baladiva bilan yangi kayfoning planini muzokaralashayotdi. Olam, ma ordining kayniga biz xandonlikning archisini sanmoqchi. O'zang beshida turib, bahoni qiqas o'stirib, not simdan birini qo'yib, o'ymilik so'tsini bir qilib baqamsa, jinim ana. Kerak emas fangchan uylaring. Kerak emas shirin so'zlaring. Dinpov kabi sening ko'zlaring. Nima desang rost, hey, ching aydi mama.
diqqatimiz davomliq Bahubalida bo'lsin. Bahu bilan Katappa ko'chadan o'tgan qizlarga nomer qo'yib meniyotdi. Oy, mollarning faqat tayini yo'q-ku bu yerda. Dal bu chaqda Chuntala davlatining taxtirvon atrati bu yerga kelib qoladi. Taxtirvon ishida o'ltirgani Chuntala davlatining malikasi go'zallikda tangdishi yo'q, hozirgacha yigiti yo'q Sharvonaxon edi. Bundaq chiroyli qizning malisiga qadam tekshirib qilganligini ko'rgan qaroqchilar "Voda" desa "Voda" deyishib, malikaga qarab yuguraydi. Bu qizning o'zini jamolini ko'rgan Bahubali, "Ha, 90 nomer qo'yib etdim. Chanrillarni yuyib etdim. Haspa menga Katappa, taqdirimga yezib etdim." Sharvonaxon faqat bir soyib jamolla bo'lib qolmasdan, yana texi dangliq qilishvoz chamboshchi, yogachi, masoji edi. Hamma sohalarda oltin medal olgan bu qiz ko'z-ko'z qilish uchun burun quloqlarga medallarni esib yuratdi. Hasaki! 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 Bahubali bu qizga qarab ichidan suyunib ketdi. Ha, bu qizning chiroyidan qarsam, g'azab tayoq ko'taradigan chiroygu. Bir kunda 3 qitim ursammi ko'taradigan chiroy. Dushmanlar kayni-kaynidan bostirib keldi. Lekin Bahubalining xiyoli bu qizni qandoq urishdi qoldi. Dushmanlarni yer tishlatgan Sharvonaxon Bahubali bilan Katabbali ko'rib qattiq ranjib ketdi. Chiqing nari qilishding. Men o'zim yolg'iz cho'ngdudi tanjang qilib ketdim. Birasin kelib puju qilishmiding? G'azab kim birini bilakansiz-ku? Ranjiman xinim, mening bu jiyanim endi boshlang'ishni bitdagan. Sen aqli kamtuk. Hayotim men uni doya qil aketgan. Sizdek qavshular yetakchilik qilmasa, ma bola menimi kingli qiladigan chiray. Xanam menimi deyli qilib qo'ying, menimi deyli qilib qo'ying. Am, oldu. O'zimgitay, bu odamning ismi Jasorat bo'lib, to'yminni tejab qilish uchun o'zining navir singlisi Sharvonaxonni olaman deb kus-kus maytisiga urdigan, lekin intayin qo'rqinchoq to'g'i-po'g'i bir nima edi. U Sharvonaxonning oldida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun Bahubaliga qilishvozlik o'rgatdi. Esingda bo'lsin. Boshda jasudim birini olsa, andin mandaroq bir qilishni ilib, manda chapsa, manda chapsa. Bahubali Sharvonaxonning chiroyiga qarab, o'zini bilmagan asosda birli kuchab ko'takni o'ttirdan ishki qilib dedi. Birchasi turgan Katappa gupponchilik qilib, bu to'kbining hammasini jasoratga otdi. Xalqlardan jasoratning dahshat bir chanaydigan bo'lishganligini anglab, Sharvonaxon uni izlab kelib, naq maydonda ko'takni chanab berishini so'raydi. Anlasam sizni bek chanaydi deydi. Chanam siz, chananga, menimi chananga. Bu chaqda Katappa tuyuqsiz yugurib kelib, uni to'sib oldi. "Ey xo'jam, ukash o'g'anda bek kuchab ketmang. Siyriqatni yetib olasiz." Shuning bilan Sharvonaxon jasoratni aytsi birlikda o'lashga taklif qildi.